Assalomu alaykum. Tamarka biznes kanalining muxlislari va mana xudo xolasa juzalar chiqishni boshladi. Mana bugun ertalab soat 6 bo'ldi. G'ijita 6, hali 6 bo'lmadi, 5:30. Bugun xudo xolasa 8-iyul числоsi. Bugun 20-kuni mana shu inkubatorda juzalarni qo'yib yuborganimiz. Ya'ni 21-kuni ekan, uzr. 21-kuni va mana shu jo'jalarimiz 3tasi chiqibdi, xudo xohlasa. Qolganlar ham sekin-sekin mana chiqyapti. Buni nimalarni olib qo'ygan edik? Mana ochib mana tuxumini nimasini idishga olib qo'ygandik. Keyin buni hozir ko'taramizda. Mana o'zini ko'rsatsa. Mana. O'qib yurishibmiz. Xudo xolasa mana bittasi chiqibdi. Mana ko'rsam, sekin chiqyapti. Mana urib chiqyapti. Sekin chiqyapti. Hozir nari tushib ketmasligi uchun buni olib qo'yamiz. Nariga jo'jalar hali biroz shunaqa holatda turadi. Mana shu ustida yurishayotgan bor. Buni mana shuni olishimiz kerak. Buni olamizda o'zini bu yoqda o'sha lampochkani tagida qo'yamiz. Mana buni ham olamiz, xudo xolasa. Bittasini faqat qo'yib turishimiz mumkin. U naryoqda. Sizlar. Hali mana bunga tegmaymiz. Mana chiqib, bug'lanib qolibdi. Mana bu qarabsiz, mana shu. Bunga hali tegmaymiz, turaversa. Xo'p. Hali turaveradi u. Chiqib bo'lganidan keyin bunga tegmaymiz. Chiqib bo'lganidan keyin xudo xolasa uni olib chiqamiz. Xo'p, mana bu nimani ko'rasiz? Tuxumlarni ahamiyat berib qarasangiz, mana chaqilgan, mana urilgan bo'layotgan joyi bor. Nimada? Chaqib qo'ygani, chiqishni boshlaganda bitta qilib mana hozir bu yerda kamerada qanchalik yaxshi ko'rinyapti. Xullas, ana shularni mana bilan ko'rib olsa bo'ladi. Xullas, nasib qilsa qolganlar ham chiqadi. Ularning ham barchasini videoga olamiz. Endi hozir bularni qo'yib bo'lib men ishga ketaman. Xo'p, xudo xolasa ishdan 2 kungacha ancha-muncha chiqib qo'ygan bo'ladi va ularni ham bitta video qilib joylashtirib qo'yamiz. Hozir bularga biz endi joy taxlashimiz kerak. O'sha bitta korobkani olib, unga o'sha narsalarni qo'yib, suvni, ovqatini, hokazosini qo'yib, tagiga o'sha qog'ozlarni to'shab, lampochkani qo'yib, ustiga bosiladigan narsalarni qilib qo'yishimiz kerak. Shularni hozir qilib, sizlarga natijasini ko'rsataman. Burada ishlashni davom ettiramiz. Demak, yana ikkitasi chiqdi. Hozir 3tasini ertalab chiqqanini olib qo'ygandik. Hozir buni nima qilyapmiz? Buni ochib, mana yangi chiqqan ikkitasi sip-svej deydi-ku mana. Qarasizlar, endi chiqyapti mana. Buni olib turib, ozgina qo'shimcha namligi uchun suv sepyapmiz. Mana bu. Mana ozgina suv sepilyapti. Maydasida qo'yish kerak. Maydasida qo'yish kerak. Ana bo'ldi. Va hokazo. Shuni qo'yapmiz-da. Anaqa 3tasini olib qo'ydik, hozir uni ko'rsataman. Hozircha biz mana shu nimani joyini taxlagunimizgacha mana bu yana ikkitasi chiqib bo'ldi, xudo xolasa. Shunaqa qilib ketaveradi. Hali kechgacha bular ancha-muncha bo'lib qoladi. Xo'p, mana shu jo'jalarimizni olib qo'ydik. Mana shu korobka qildik, xullas, mana korobka lampochka qo'ydik, tagiga oq qog'oz qildik. Buni shu nimasi Ahmad shu qog'ozga tushsa, keyin biz o'sha qog'ozni almashtirib qo'yaveramiz. Xo'p, hozir bularga endi suv berishimiz kerak. Qaynab sovigan suvni beramiz. Ovqatini obedga ovqat bersak bo'ladi. Sirazi ovqat berish shart emas. Va hokazo shunaqa qo'ysak bo'ladi. Emas, oddiygina oshiqib turadi. Bitta hozir vaziyatga qarab qo'yamiz. Endi biz bu yerda bir hafta qo'ysak kerak, keyin ko'chaga chiqaramiz. Hozir uyning ichida janu hidi chiqmaydi buni. Mana bu tagini tez tozalab turamiz. Hattoki kuniga har gal ovqat berayotganda yangi mana qog'ozdan olib tashab, yangitdan to'shab nima qilamiz? O'sha ovqat beramizda. Almashtirib turaveramiz-da. Har xil qog'oz. Mana bu qog'ozlar ishlatilgan, ya'ni printerdan chiqartirilgan, endi bizga kerak bo'lmagan qog'ozlar. Endi oq tarafini to'shab qo'yibmiz. Agar shu sizda oq taraf bo'lmasa, xohlagan qog'oz, korobkani qutisi bo'ladimi, korobkani qog'ozi bo'ladimi, xohlagan qog'ozni qo'yib almashtirib tashlasangiz bo'laveradi. Mana shunaqa, hozircha 3 ta bu yerda, naryoqda 2 tasi turibdi. Ularni haliroq olamiz. Hozir shunaqa suv berganda sizlarga bitta lampochka, bu 100 talik lampochka qo'yganmiz. Issiqlik chiqaradigan lampochka, yorug'lik emas. Eski lampochkalar bor-ku. Bular hali ham bozorda sotiladi.
mana shu issiqlik beradi. O'shani qo'yganmiz. Hozir endi ustini bitta material bilan bunday qo'ysak, yopib qo'ysak, mana ichkari issiq bo'lib turadi. Bularga hozir issiqlik kerakda. 35, 36, 37 gradus menimcha yetadi bularga. 35 gradus yetar ekan. Buni mana to'shab qo'yib, bunday qilib qo'yamiz. Ozgina ochib qo'yamiz, havo almashish uchun ham bu qashaqa turaveradi. Endi yana qo'shimcha mana bu korobga qo'yilgan, qancha bu 50 sm bo'lsa kerak. Tagida mana bu taxtachasi turibdi mana. Endi suv oqsa, polga o'tmasligi uchun paketi bor-da. Qo'shimcha himoya vositasi deymiz. Qilingan. Va hokazo. Mana shunaqa holat, oddiy narsalar, janu murakkab narsalar yo'q. Oddiy narsalardan qilingan hammasi. Uchtasi bitta turibdi. Suv berildi, mana bunaqa idish sotiladi. 5000 so'mdan, adashmasam 3000 so'mdanmi? Shu qaynab sovigan suv qo'yildi. Bonkani shuni kiyizib qo'ysa bo'ldi, shu yerda turaveradi. Hali ovqat berish shart emas, ertaga yoki kechqurun, bugun kechqurun bersak ham bo'laveradi. O'shaga turibdi. Va hokazo. Hop, mana inkubatorda mana sekin yana boshlanadi. Chiqishni qarang, yana mana tuxum ko'ryapsiz-ku, mana tuxum mana. Bu tuxum mana o'zi qimirlayapti, ko'rdingizlar mana? Sekin qimirlayapti mana. Mana bu yoqda bor mana bu tuxum mana. Ana shu tuxum. Endi hozir par bo'lganga ko'rmayapti-da. Deyarli hamma tuxumga o'sha nimasi bor, urib qo'ygani turibdi. Shunaqa yurishibdi. Bitta ko'rinyapti, va bitta jo'jam ko'rinyapti mana. Hozir hadab og'zini ochib olmaymiz. Issiqlik kamayib ketadi. Hozir ochib ham idishlarga suv solib qo'yildi-da. Shunaqa bo'lyapti. Xudo xolasa sekin-sekin bu ham chiqishni boshladi bular ham. Xo'p, demak, yangiliklarni kutib qolasiz. Keyingi videolarda xudo xolasa sizlarga qolgan yangiliklarni aytib turaman. Albatta kanalga a'zo bo'lish esingizdan chiqmasin. Kommentariyaga mashalloh deb yozib qo'ying.